Dunyodagi eng katta xato bu psixologik tayyorgarlikni e'tiborsiz qoldirish. Siz ham shunday qilyapsizmi? Yonimga bitta sportchi kelganda mag'lubiyat, xatolar sababli o'ziga ishonchsizlik botqog'iga botib qolgandi-da. Taxminan 5-6 ta seansdan keyin u sekin o'sha botqoqdan chiqib, o'zini yaxshi his qilib boshladi. Siz vaziyat chigallashini kutmang. Hoziroq murojaat qiling. Sport psixologi quyidagi yo'nalishlarda sizga yordam bera oladi. Birinchisi, qo'rquv va xavotirlarni kamaytirish, o'ziga ishonchni oshirish. Uchinchisi, musobaqada xuddi trenirovkadagidek ishlash. To'rtinchisi, mag'lubiyat va charchoqdan tiklanish. Beshinchisi, siz tushunmayotgan va sabablarini bilmayotgan muammolardan xalos bo'lish. Siz ham psixologik tayyorgarlik orqali natijaga chiqishni xohlaysizmi? Unda izohda natija deb yozib qoldiring. Birgalikda psixologik tayyorgarlikni kuchaytiramiz.